Hozir Bobur, yangi Bobur nimasida katta konsert meni sharafimga mana Ozodbek Nazarbek vazirlar janoblar o'zlari meni kattakon bo'lgani munosabati bilan to'g'rimi? Uyushtirilyapti. Hamma yerdan tashkilotlardan katta san'atkorlar kelgan. Hammasi meni nima sharafimga. Men nima kim bu? Kim bo'ldi? Kattakon bo'ldi bugundan boshlab. Rahmat. Endi shu kattakon bo'lganingiz bilan tabriklayman. Sizga oyligingiz ham bemalol o'zingiz xohlagan oyliklarni yozib olaverasiz. Qancha kerak bo'lsa yozib bemalol yozib yuraverasiz qog'ozga. Keyin ko'chada любой turgan mashina sizni ixtiyoringizda. Xizmatingiz. Rahmat. Xohlaganingizga chiqib o'tirib ketaverasiz. Hozir konsert boshlanadi. Ashundan ham hozir tayyorgarlik ko'rishyapti. Alohida siz uchun. Alohida maxsus Toshkentdan artistlar kelgan, san'atkorlar. Rahmat. Chiroyli konsert beramiz. Ona bo'lganingiz bilan yaxshi bo'lsin konsert. O'zim cho'tki nazoratda bo'lasizmi o'zingiz? Albatta, yoqmagan joylariga o'zim chiqib ketaman. Hozirlar siqilyapti. Kattakon bo'lish shunaqa bo'ladi, to'g'rimi? Siqiling. Endi turish kerak. Kattakon bo'lib qolasiz. qiyin ekan kattakon. Bo'lib kulmaydi.